Assalomu alaykum barchaga, xayrli kech. Bugun xudo xolasa mana alkillar mavzusini boshlayapmiz. Alkillar tarkibida bitta 3 bog' saqlangan ochiq zanjirli uglevodorodlarga alkillar deyiladi. Alkillarda alkallarga nisbatan 4 ta vodorod kam bo'ladi. Bu nima bilan ifodalanyapti desak, masalan, alkallarda umumiy formulasini SN H2+ deb olsak, buni tarkibidagi aynan vodorodlar sonidan 4 da ayirib tashlasak, alkinlardagi vodorodlarning qiymati kelib chiqadi. Ya'ni +2 bilan -4 yishib ketsa, -2 qiymati qoladi. Bu alkinlardagi vodorodlar soni. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, umumiy formulasi alkinlarda SN H2N -2 qiymatga ega bo'ladi. Alkinlarda N ning qiymati, ya'ni kenjatoy vakiliday uglerodlar soni 2 ga teng yoki undan baland bo'ladi. Xo'sh, bu yerda N uglerodlar soni 2N -2 esa vodorodlar sonini ifodalaydi. Uglerod va vodorod atomlarining umumiy qiymatini topishni ikkalasini qo'shib beramiz. N ga 2N ni qo'shsak 3N -2. Bu albatta uglerod plus vodorodlar uchun umumiy qiymat. Alkinlarda gibridlanish. Ular qanday gibridlanishga ega bo'ladi? Alkinlarda agar alkinda 3 bog' tutgan uglerodlar bo'lsa, sp gibridlanishga ega bo'ladi. 3 bog' tutmaganlar esa, ya'ni 3 bog' tutmagan uglerodlar yo'q uglerodlar esa sp3 gibridlanishga ega bo'ladi. Molekula shakli chiziqli deyilishining sababi o'sha 3 bog'ning ustidan bitta chiziq tortganda to'g'ri yo'nalishda bo'lganligi uchun chiziqli shakl deb ifodalanadi. Hozir bu yerda demak molekula shakli chiziqli, valent burchagi 180 gradus ostida bo'ladi. 180 gradus burchagi ostida. Keyingi ma'lumotga o'tamiz. Brutto formulasini hosil qilish va uni sistematik usulda nomlash. Brutto formulasini sistematik usulda nomlash uchun tegishli alkan nomidan an qo'shimchasini olib, mana bu yerdagi an qo'shimchasini olib, in qo'shimchasi qo'shiladi. Ya'ni bu yerda n ning qiymati 1 bo'lgan alkin mavjud emas, shuning uchun minus bilan ifodalangan. N ning qiymati 2 bo'lgan alkin bu birinchi vakili. Biz shu umumiy formuladagi L'larni o'rniga 2 raqamini qo'yib chiqqanmiz. Mana S2 2 ko'paytiruv 2 minus 2. Uglerodlar 2 ta, vodorodlar soni 2 kar 2 4, 2 ni ayirsak 2 ta qoladi. Bu alkin. Agar men buni tegishli alkan demoqchi bo'lsam, 2 ta uglerod saqlagan alkan bu etan molekulasi bo'lar edi, lekin nomlash tartibida an qo'shimchasi olinib, in qo'shiladi. Etandagi an qo'shimchasini olib, mana in qo'shimchasini qo'shib qo'yapmiz. Etin. Shu tartibda hosil bo'laveradi. Ya'ni propin, butin, pentin, geksin, geptin, oktin, nonin, dekin shaklida hosil bo'ladi. Gamaloid qatori albatta etindan boshlanadi. Asetilin deb ham atasak bo'ladi. Bular uchun formula hosil qilish. Alkinlar formulasi turli ko'rinishlari avval uglerod skeletida yoziladi. Uglerodlar orasida bittadan 3 bog' bo'ladi. Mana bu 3 bog'. So'ngra har bir uglerod 4 valentli qilish uchun vodorod bog'lab chiqiladi. S2H2 ga e'tibor beramiz. S2H2 da
Mana ikkita uglerodni yozib olamiz. Ikkita uglerodni yozib olamiz. Ular o'rtasida 3 bog' bo'lish uchun qo'yib chiqamiz. Yarim yoyiq formula 3 bog'. Mana bu uglerod to'yintirish uchun hozir, ya'ni 4 valentli qilish uchun bizga bitta vodorod kerak, chunki hozirgi holatda bunda 3 ta bog' mavjud. Uglerod 3 valentli holatda turibdi. 4 valentli qilish uchun bitta vodorod beramiz. Bunga ham xuddi shunday, bitta vodorod atom beramiz. Yoyiq formulasi. Yoyiq formula bu uglerod va uglerod-vodorod orasidagi bog' hisoblanadi. S3H4, ya'ni 3 ta uglerod bo'lishi kerak ekan asosiy zanjirda. Qaysidir oralig'iga 3 bog' qo'yamiz. 3 bog' qo'ydik. Mana bu chekkadagi uglerodni to'yintirish uchun 3 ta vodorod kerak bo'ladi. O'rtadagi uglerod o'zi 4 valentli holatda turibdi. Buni to'yintirish uchun esa bitta vodorod kerak bo'ladi. Yoyiq formulasi vodorod, uglerod, 3 bog', uglerod, yana uglerod va unda 3 ta vodorod atomi. Xuddi shunday tarzda hosil qilib olsak bo'ladi. Masalan, butin molekulasida 4 ta uglerod bor. Alkin deyilganda bitta 3 bog' saqlashi kerak. 3 bog' mana bu yerda bo'lishi mumkin yoki mana bunda birinchi oralig'da, bunda esa ikkinchi oralig'da. 5 talik uglerod 5 birinchi oralig'da bo'lishi mumkin 3 bog'. Yoki ikkinchi oralig'da bo'lishi mumkin. Vaziyatga qarab albatta. Keyingisi 4-ma'lumot sistematik nomenklatura bo'yicha nomlash. Albatta sistematik nomlashda tarmoqlanmagan va tarmoqlangan zanjirga ajratib olsak qulayroq bo'ladi. Tarmoqlanmagan zanjirni nomlash uchun tegishli alkin nomiga 3 bog'ning o'rnini qo'yamiz. Masalan, birinchi misol deb olsak, birinchi misol, ikkinchi misol, uchinchi misol, to'rtinchi misol. Misolda yozib chiqamiz. Xo'sh, birinchi misol, ya'ni alkinlarning birinchi vakili. Etin molekulasi. E'tibor bering, mana tegishli alkin nomi bu modda uchun etin. 3 bog' o'rni esa ko'rsatilish shart emas. Chunki bitta oraliq bor, o'sha yerda joylashgan. Ikkinchi misol. 1, 2, 3 desak, bunda ham 3 bog' o'rni ko'rsatilish shart emas. Tegishli alkin nomi propin. Propin. Uglerodlar sonini yana bittaga oshiramiz. 1, 2, 3, 4. Aytaylik 3 bog' bu yerda bo'lsa, ana endi shu moddadan boshlab biz 3 bog'ning o'rnini ko'rsatib o'tishimiz shart. Chunki bu moddada 1 va 2 oraliq farq qiladi. Tegishli alkin nomi butin. Tegishli alkin nomi butin, chiziqcha. 3 bog' o'rni birinchi oralig'da. Chunki asosiy zanjirni raqamlash bu yerda 3 bog' yaqin tomondan amalga oshiriladi-da. Butin 1. Biz birinchi oralig'da deb ifodalasak ham bo'ladi yoki birinchi uglerodga tegishli deb ifodalasak ham bo'ladi. 4-misol. Xuddi shu holatni, ya'ni asosiy zanjir alkin nomi butin deb olsak, faqat 3 bog'da farq bo'ladi. Ya'ni ikkinchi oralig'da joylashgan deb olamiz. Alkin nomi butin farqi shuki 3 bog'da oralig'i. Bunda birinchi oralig'da joylashgan bo'lsa, bu molekulada ikkinchi oralig'da joylashgan. Shuning uchun qo'sh bog'ni, ya'ni 3 bog'ni o'rnini butin 2 deb ataymiz. Bu tarmoqlanmaganlar uchun, ya'ni asosiy zanjir uchun kerak bo'ladi. Tarmoqlangan zanjir nomlash qanday bo'ladi?
Bunga bizga bir nechta qoidalar kerak bo'ladi. Birinchi qadam, asosiy zanjir va uch bog' saqlagan eng uzun zanjir topiladi. Esimizda bo'lsa, alkallarda eng uzun va o'zida ko'p radikal tutgan zanjir asosiy zanjir edi. Alkellarda eng uzun va qo'sh bog' saqlagan zanjir edi. Sikloalkanlarda o'sha sikloalkan halqasi asosiy zanjir edi. Endi alkellarda uch bog' saqlagan eng uzun zanjir asosiy zanjir hisoblanar ekan. Ikkinchi qadam, raqamlash uch bog' yaqin tomondan raqamlanadi. Zanjirda qaysi radikal bo'lishidan qat'iy nazar. Albatta bu nimaga nisbatan ishlatilyapti desa, o'tgan mavzularimizda ko'rdikki, o'sha funksional guruhlarni mavqei degan narsa bor edi. Darajasi. Uch bog'li darajasi qo'sh bog'dan pastroq turadi. Bu yerda endi o'rganayotgan abituriyentlarga oson bo'lish uchun xuddi shu narsa kiritilib ketilgan. Agar uch bog' ikkala tomondan bir xil uzoqlikda joylashsa, raqamlash alkallar kabi bo'ladi. Avval shu qismini ko'rib chiqamiz. Masalan, birinchi misol. 1, 2, 3, 4 desak, birinchi oralig'ida 3 bog' bor. Mana bu yerda metil radikali bor. Bu yerda asosiy zanjirni to'g'ri deb olsak ham bo'ladi. Chunki 1, 2, 3, 4. Pastga tushib ketsak ham 1, 2, 3, 4. Farqi yo'q. Faqat bizga qulayroq bo'lish uchun to'g'ri zanjirda asosiy zanjir deb ajratib olamiz. Endi bu zanjirni raqamlash asosiy zanjirda ajratib qo'yaylik. Asosiy zanjirda ajratib qo'ydik. Bu zanjirni raqamlash qoida bo'yicha. Qoidaga e'tibor bering mana. Zanjir uch bog' eng yaqin tomondan raqamlanadi. Uch bog' chap tomondan birinchi oralig'ida kelyapti, ya'ni yaqin bizga. Shuning uchun raqamlash chapda. 1, 2, 3, 4. Nomlamoqchi bo'lsak, buni nomi mana 3-qadamni tanishtirmoqman. 3-qadamda radikal o'rni nomi asosiy zanjirga mos alkin nomi 3 bog' o'rni tartibida hosil qilinadi. Demak, birinchi radikalning o'rni va nomi. 3-uglerodda asosiy zanjirning 3-uglerodida metil radikali bor. Men buni nomlamoqchi bo'lsam, birinchi radikalning o'rni ko'rsatilishi kerak. Ya'ni 3 metil virgul asosiy zanjir 4 talik. Butinga to'g'ri keladi. Butin chiziqcha mana qoidada oxirida 3 bog'ning o'rni ko'rsatilishi kerak deb ketilgan. 3 bog'ning o'rni birinchi oraliq. Butin 1. 3 metil butin 1. Bu birinchi misol. Ikkinchi misol. Xo'sh, galogenli birikmasida ham ko'rsak bo'ladi. Ya'ni 3 bog'ni galogendan ustuvor ekanligini ifodalash uchun yoki ikkala tomondan bir xil uzoqlikda kelgan. 1, 2, 3, 4. 5, 6 desak. 3 bog'ga e'tibor bering. O'ng tomondan kelganda ham birinchi, ikkinchi, uchinchi oralig'da. Chapdan kelganda ham birinchi, ikkinchi, uchinchi oraliq. Demak, 3 bog' ikkala tomondan ham bir xil uzoqlikda. Bu yerdagi ustuvorlik 3 bog'da emas. Mana bu yerda aytib ketgan. Agar 3 bog' ikkala tomondan bir xil uzoqlikda joylashsa, raqamlash alkallar kabi. Ya'ni ustuvorlik radikalda bo'ladi. Biror bir radikal yozishimiz mumkin. Masalan, agar men bu yerga metil radikali qo'ysam, mana metil radikali qo'ysak, shu holatda raqamlash chapdan bo'ladi. Agar men asosiy zanjirni ajratib olsam, mana o'zi qulay ko'rinib turibdi asosiy zanjir. Asosiy zanjirni ajratib oldik.
Hozir bu yerda raqamlash ustuvorligi uch bog'da emas, radikalda. Radikal esa qaysi tomondan yaqin? Chap tomondan yaqin. Alkallarda radikal yaqin tomondan raqamlanadi degan qoidamiz bor edi. Shu bo'yicha chapdan raqamlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, buni nomi birinchi radikalni o'rni 2 da metil bor. 2 da metil bor. 2 metil virgül asosiy zanjir 6 talik bo'lsa geksinga to'g'ri keladi. Geksin virgül 3 bog' o'rni. 3 bog'ni albatta bir raqami qo'yilgan tomondan boshlaymiz. Birinchi oraliq, ikkinchi oraliq, uchinchi oraliq. Demak, 3 bog' o'rni 3 ekan. Geksin 3, 2 metil geksin 3. Xuddi shu misolda yana yozishim mumkin. Alkallarni singari qilib ifodalab ketaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 bog' o'rtada joylashgan. Ya'ni nima demoqchiman? Ikkala tomondan bir xil uzoqlikda. Mana bu uglerodda metil radikali bor. Mana bu uglerodda esa galogen bor. Bu yerdagi ustuvorlik radikallarda. Alkallar kabi bo'ladi. Alkallarda ikkala tomondan ham bir xil uzoqlikda radikal joylashgan bo'lsa, ustuvor radikal tomonidan raqamlanadi. Ya'ni galogen ustuvorroq edi metilga nisbatan. Ikkalasi ham ikki tomondan bir xil uzoqlikda joylashyapti. Ustuvor radikal galogen bo'lganligi uchun galogen tomonidan raqamlanadi. Avval biz raqamlashdan oldin asosiy zanjirni ajratib olishimiz kerak. Asosiy zanjir to'g'ri zanjir ko'rinib turibdi. Qulayroq bo'lishi uchun ajratib olyapman. Asosiy zanjir ajratamiz va endi uni raqamlaymiz. Raqamlash alkallar kabi galogen tomonda. 3, 4, 5, 6. Endi men buni nomlamoqchi bo'lsam, birinchi radikallarning o'rni va nomi. Endi bu yerda bitta radikal emas, balki ikkita radikal. Ya'ni ikki xil radikal keldi. Mana bu metil M harfi bilan boshlanadi, brom B harfi bilan boshlanadi. Sistematik nomenklatura bo'yicha nomlash albatta alifbo tartibida amalga oshadi. Ya'ni birinchi alifboda B kelganmi, M kelganmi desa B kelgan. Birinchi brom radikalini ifodalab o'tishim kerak. Shunda 2 da brom bor. 2 brom virgül 5 da metil bor. 5 metil virgül asosiy zanjir geksin. Asosiy zanjir geksin chiziqcha 3 bog' o'rni. 1 deb boshlangan, mana 1 raqami deb boshlangan tomondan oralig'ini sanaymiz. Birinchi oraliq, ikkinchi oraliq, uchinchi oraliq. Geksin 3. Xuddi shunday tartibda biz alkillar molekulasini raqamlab olsak bo'ladi. Ratsional nomenklatura bo'yicha nomlanish. Alkillardagi astilin qismi tayanch qism hisoblanadi. Xuddi, ya'ni go'yoki alkallarda metan tayanch qism bo'lgani kabi yoki etilen qatori uglevodorodlarda etilen qism tayanch bo'lgani kabi. Turli radikallar bog'langan bo'ladi. Mana e'tibor bering. Bu yerdagi tayanch qism astilin qismi. Unga birikkan qismlar radikallar hisoblanadi. Misol yozishimiz mumkin. Birinchi misol. Tayanch qism astilin, mana bu yerda 3 bog' qolib ketibdi deb nomlanadi. Nomlash tartibi birinchi kichik radikal, katta radikal, astilin so'zi. Bilamiz, ratsional nomenklatura bo'yicha nomlashda hech qanday radikalning o'rni ko'rsatilmaydi. Bunda faqat kichik radikaldan katta radikal tomon tartib bo'yicha nomlanadi. Misol yozaylik. 1
2 1. Endi bu yerda mana bu astelinda tayanch qismi. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu yerda tayanch qism dedik-ku. U tutib turgani esa radikal hisoblanadi. Ya'ni bitta uglerod saqlagan radikal kim edi? SH3 metil radikali. Men buni nomlamoqchiman. Nomlashga e'tibor bering. Dastlab kichik radikal, keyin katta radikal. Lekin bu molekulada faqat bitta radikal bor. Shuning uchun shu radikalning nomini keltiramiz. Ya'ni metil virgul undan keyin tayanch qism asetilin so'zi. Bu birinchi misol. Ikkinchi misol mustahkamlash uchun aytaylik 1 2 3 bog' uglerod S2 H5. S2 H5 yoyilgan holatda beriladi. Biz buni yig'ib hozir qulayroq tushunishga oson bo'lish uchun yig'ilgan holatda yozib oldim. Endi buni tayanch qismini ajratamiz. Tayanch qismi albatta asetilin qism. Asetilin o'zida qanday radikallar tutib turibdi? Albatta metil radikalini va etil radikalini tutib turibdi. Men buni nomlamoqchi bo'lsam, mana bu qoidaga tushadi. Chunki katta radikal ham bor, kichkina radikal ham bor. Kichik radikal bu yerda metil, katta radikal etil. Demak, nomlashni boshlaymiz. Metil, undan keyin etil, virgul, oxirida tayanch qism asetilin. Asetilin. Davom etamiz. Ratsional nomenklatura bo'yicha nomlash unchalik qiyin emas, ko'rib turibmiz. Gibridlanishi. Alkillarda gibridlangan orbitallar sp3 orbitallar bor, 3 bog' tutmagan uglerod atomlari uchun, sp orbitallar bor, 3 bog' tutgan uglerod atomlari uchun. S orbitallar, ya'ni gibridlanmagan orbitallarga S bilan P kiradi. S orbitallar vodorodlar soniga teng, p orbitallar pi bog'ni ko'paytmasi 2 ga, ya'ni pi bog'ni 2 ga ko'paytirilganiga teng. E'tibor bering. Mana bu molekula, mana berilgan, bu yoyilgan holati sp3 ekan, sp. Bizda aytilgan sp orbitallar, ya'ni 3 bog' tutgan uglerod atomlari sp bo'ladi. Mana bu 3 bog'da 2 ta uglerod tutgan. U alkin kim bo'lishidan qat'iy nazar sp orbital, ya'ni sp atomlar 2 ta bo'ladi. Qayerda kelishidan qat'iy nazar. sp 2 ta, qolganlari sp3. sp3 orbitallar sonini topishimiz uchun sp3 orbitallar sonini topishimiz uchun sp3 atomlarni 4 ga ko'paytiramiz. Ya'ni sp3 uglerodlarni. Bizda bitta, ikkita, uchta, 4 ta sp3 atom bor. 4 ni ko'paytiramiz 2 ga. Ko'paytirsak 8 ta sp3 orbitalga to'g'ri keladi. sp atomlar 2 ta. sp orbitallar topish uchun bularning tomonlar soni bitta s, bitta p, jami 2 ta. 2 ga ko'paytiramiz. 2 kere 2 4 ta. S orbitallar soni vodorodlar soniga teng. Ushbu molekulani vodorodini sanasak ham bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 deb, yoki uglerodiga e'tibor bering. 3 4 5 6 ta uglerod bor. Agar uglerod 6 ta bo'lsa, vodorod soni 2 ko'paytiruv 6 ayiraman 2. Ya'ni S6 vodorod 2 kere 6 12, 2 ni ayirib tashlasam 10 ta vodorod chiqadi deb alohida hisoblasak ham bo'ladi. Vodorodlar soniga teng bo'lsa, bu 10 tani tashkil qiladi. P orbitallar. Bitta narsani tushuntirish esdan chiqibdi. Mana buni men 3 bog' desam, buni 3 bog' desak,
markazdagi bog' sigma bog' hisoblanadi. Sigma bog' tepadagi va pastdagi bog'lar pi bog'. Bog' nechta bo'lishidan qat'iy nazar bittasi sigma, qolgani pi bog' bo'ladi. Masalan, bizda hozircha 4 bog'ni ko'rmaganmiz, darsliklarda boshqa holatlarda uchratmaganmiz. Agar misol uchun aytaylik, bog'ni 4 ta deb oladigan bo'lsak, shu 4 ta bog'dan bittasi sigma bog' bo'ladi, albatta qolgan 3 tasi pi bog' bo'ladi. Xuddi shunday. 3 bog'da 2 ta pi bog' bor. Men pi bog'ni, ya'ni pi orbitallar topish uchun mana pi orbitallarni topish uchun deyapti, pi bog'ni 2 ga ko'paytir deyapti. Pi bog' 2 ta. Uni 2 ga ko'paytirsam, demak 4 ta pi orbital kelib chiqadi. Gibridlangan orbitallar sp3 bilan s. sp3 soni 8 ta, sp 4 ta. Qo'shib beraman. 8 qo'shaman 4. Yig'indi 12 tani tashkil qiladi. Gibridlanmagan orbitallar s bilan pi. S orbitallar 10 ta, pi orbitallar 4 ta. 10 ga 4 ni qo'shib beraman. 14 ta gibridlanmagan orbital mavjud. Xo'sh. sp3 bilan sp da adashdimmi? Mana bu yerda 4 kara 2 deb yozib qo'yganman. O'zi 4 ta atom bo'lsa, bu yerda 4 ga ko'paytirishim kerak edi. Qanday xayol bilan yozdim, chalg'ib qoldim shekilli. 4 kara 4 bo'lsa, bu 16 tani tashkil qiladi. Ya'ni shu yerda o'chirib tashlaylik. O'chirib tashlaymiz. Gibridlangan orbitallar sonini o'chirib tashlaymiz. Bizda 1, 2, 3, 4 ta atom sp3 gibridlangan. Tomonlar soniga ko'paytirsak 16 ta. Demak, sp3 16 ta, sp orbitallar 4 ta. Qo'shib bersak 20 ta sp3 orbital gibridlangan. Davom etamiz. Alkillarning izomeriyasi. Asetilin qatori uglevodorodlarida zanjirni tarmoqlanishi va 3 bog'da joylashuvi bilan bog'liq izomeriyalar kuzatiladi. Bu izomeriyalar undan tashqari alkin va alkadellarda sinflararo izomeriya ham mavjud. Izomeriya kimdan boshlanadi desa, bu vakillarida izomeriya butin molekulasidan, ya'ni S4 H6 bo'lgan butin molekulasidan boshlanadi. Aynan shu uchun ko'rib chiqsak ham bo'ladi. S4 H6 uchun ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchisi 1, 2, 3, 4. Ya'ni doim normal holat. Ana. Ikkinchisi 1, 2, 3, 4 desak, farqi shuki 3 bog' ikkinchi oralig'ida joylashgan bo'ladi. Buni nomi butin 1, buni nomi butin 2. Demak, S4H6 vakilidan ikkita izomer hosil bo'ladi. Bular orasidagi bog'liqlik nima? Bular bir-biriga nisbatan qanday izomer turiga misol bo'ladi desa, bular holat, ya'ni 3 bog'ning holat izomeriga misol bo'ladi. Tarmoqlash orqali yangi modda olish mumkinmi? Tarmoqlab ko'ramiz. Tarmoqlash uchun albatta bitta uglerodni chiqarib yuboramiz tashqariga metil holiga. Asosiy zanjirda 3 ta qoladi. Men shu ikkalasidan bitta oraliqqa 3 bog' joylashtirsam, bilamizki, metilni kichikkaga ulab bo'lmaydi, asosiy zanjirga qo'shilib ketadi. O'rtaga ulash mumkin xolos. Lekin o'rtadagi uglerod o'zi 4 valentli holatda turibdi. Agar men unga metil ulab qo'ysam, o'rtadagi uglerod 5 valentli bo'ladi-da, bo'kib qoladi. Shuning uchun bu holatda olib bo'lmaydi. Bu bo'lishi mumkin emas. Xullas, S4H6 vakiliga to'g'ri keluvchi
alkillar soni 2 ta ekan. Alkadiyellar degan savol ham berish mumkin-da bizga. Hozir uni ham tushuntirib beraman. Endi S5 savolni ikki taraflama ko'radigan bo'lsak, hali diellarda o'tganimiz yo'q. Diellar mavzusida tushuntirib beraman ikkalasini bog'lab. S5 H8 vakili uchun ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi misol 1, 2, 3, 4, 5. 3 bog'ni birinchi oralikqa joylashtirsak, pentin 1 bo'ladi. Pentin 1. Ikkinchi misol 1, 2, 3, 4, 5. 3 bog'ni ikkinchi oralikqa joylashtiramiz mana. Pentin 2 bo'ldi. Endi o'ylaymizki, go'yoki 3 ga surganday bo'lamizda o'zimiz. Go'yoki 3 ga surganday bo'lamizda 3 bog'ni bu yerga joylashtiradigan bo'lsak, ana endi raqamlash chap tomondan bo'lib qoladi. Asosiy zanjirda raqamlash chapdan bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5. Chapdan bo'ladi-da. Ikkinchi oraliq, ya'ni pentin 2 ni takrorlab qo'yadi. Mana bu yerda 3 bog' yaqin tomondan raqamlasak, pentin 2, 4, 5. Bu yerda ham raqamlash 3 bog' yaqin tomondan. Mana bu modda takrorlanib qoladi. Shuning uchun 3 bog'ni o'rnini o'zgartirish orqali endi yangi modda olib bo'lmaydi. Bu holatda nima qilamiz? Bu holatda 3 ni o'chirib tashlaymizda 3 ga boshqa yozamiz. Zanjirni bittaga qisqartiramiz. Zanjirni qisqartirsak, asosiy zanjirda 4 ta qoladi. Asosiy zanjir 4 ta qoladi. 3 bog'ni birga joylashtiramiz. Bizda tashqarida bitta metil radikal yuribdi. Uni ikki chekkaga joylashtirib bo'lmaydi. Buni bilamiz. O'rtada ikkita uglerod bor. Agar men shu o'rtadagi ikkita uglerodni mana bunga joylashtiradigan bo'lsam, metilni o'zi uglerod 4 valentli, 5 valentli bo'ladi. Demak, bunga joylashtirib bo'lmaydi. Bitta variant qolyapti bizda. Shunga joylashtirib moddani nomlaymiz. Xo'sh, mana bu yerda o'chirib tashlaylik, mana xalaqit bermasin raqamlashga. Asosiy zanjirda oladigan bo'lsak, bitta uglerod o'chib ketib qoldi. Asosiy zanjirni ajratib olamiz. To'g'ri zanjir, asosiy zanjir bizda. Asosiy zanjirni raqamlamoqchi. Albatta 3 bog' yaqin tomondan bo'ladi. Ustuvorlik hozir 3 bog'da. 1, 2, 3, 4. 3 metil butin 1 molekulasi hosil bo'ladi. Endi boshqa variant yo'q. 2 ga joylashtirib bo'lmaydi uglerodni. 5 valentli bo'ladi. 2 chekkaga bog'lab bo'lmaydi. Bizda bitta variant qolyapti. Shu asosiy zanjirdagi uglerodlar sonini 4 taligicha saqlab, 3 bog'ni o'rnini o'zgartiramiz. 4-misol. Aytaylik 1, 2, 3, 4 taligicha saqlaymiz-da, 3 bog'ni ikkinchi oralikqa suramiz. Tashqarida bizda bitta metil bor. Yana o'sha holat. Ikki chekkaga ulab bo'lmaydi. O'rtaga ulashimiz mumkin. Mana bunga ulasam ham 5 valentli bo'lib qoladi. Bunga ulasam ham 5 valentli bo'ladi. Demak, bu holatda yangi modda olib bo'lmaydi. Demak, yakun shu. Bizda 3 ta chiqarganda izomerlar soni 3 ta. Endi alkin va alkadellarda umumiy formula bir xil. Men bu narsa, bu holat propin va propaden molekularini boshlab kuzatishimiz mumkin. Buni alkadellar nimasida mavzusida tushuntirib beraman bog'liqligini. Bizni kuzatganingiz uchun sog' salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.